Assalomu alaykum, xo'jaylar, makler ko'rganlari. Kitayib köşe, mana bozor mana ko'rinib turibdi bozor. 2 minutlik yo'l piyoda yursak, o'sha uyimiz sotilibga qo'yilib o'tir. Qalagellarga bozordan qasdidan zo'r lokatsiyada, qalasa buzib turasin, qalasa vaqtcha bir 4-5 yil jasovga bo'ladi, sirtqa ko'rinsa. Uglovoy joyda joylashgan zo'r lokatsiyada. Buzib salaman deganlarga qalasa vaqtincha jasovga qolay. Uyimizning kiraverisi o'sha yerdan, o'sha tarafda darvozani. Sabording ishi eshigimiz o'sha yerdan kirib kelamiz. Kirib kelsak, o'sha yerda choy ichib o'tiradigan yeri bor. Bu tarafida asxona, uni keyin tushiraman. Bu yerda kishi kirim koridori bor. Bu tarafında tag'i bir xonasi bor. Birinchi xonamiz. Bu ikkinchi xonamiz. Ko'pdan beri 2-3 yildan beri adam turmagan bu uyda. Qalasangiz buzib soling, qalasangiz vaqtcha o'tiring. Lokatsiyada, zo'r lokatsiyada joylashgan uyimiz. Shunday arzon uy izlab yurganlarga bozordan qasdidan solarga jiberib o'tirib, like bosib o'tirib, qurib o'tirmayganlar. Bu tarafi asxonasi. Bu endi dushovoyning ishi, remont chog'daylari почти yo'q desa da bo'ladi. Asxonasining mebellari xalat deb padarkka beramiz deb o'tir. Bu arts tarafi. Arts tarafini ko'rdingiz, ana жаңағы varotadan kirib ichiga mashina qo'ysangiz bo'ladi. Hajatxonasi bor, xolodovkasi bor. Bahasına kelетін bo'lsak, bahasi 120 million aytılib o'tiribdi, ag'aylar. Qimmat bahada emas, arzon bahada. Rahmet, sağ ol, salomat bo'lin.